Ko'rsatuvimiz navbatdagi mehmoni, ajoyib ovoz sohibasi, ajoyib xonanda Hilolaxon Hamidova. Marhamat. Xush kelibsiz Hilolaxon. Sizni asli yo'nalishingiz maqom an'anaviy ijrochilik, maqom fakulteti. An'anaviy qayerda o'qigansiz? Andijonda To'xtasin Jalilov nomidagi musiqa bilim yurtida, keyin Toshkent davlat konservatoriyasida o'qiganman. O'zbekiston davlat konservatoriyasida an'anaviy yo'nalishda o'qigansiz, a? Nima majbur qildi estrada qo'shiqlarini aytishga? Maqom ashulalarini ijro etgan paytimda yoshligimdan estrada ashulalarini ham ijro etib turardim. Sizni teleekranlarda aytayotgan qo'shiqlaringizni birontasida an'anaviy qo'shiq eshitganimiz yo'q. Faqat estrada yo'nalishida ijod qilasiz. Aytmoqchimanki, estrada xonandalikka an'anaviy ijrochilik maktabini olgan insonlarga ancha yordam beradi. Ovoz imkoniyatlarida yengillik bo'ladi, ovoz texnikasida, diapazonda, masalan, an'anaviy ijrochilikda maqomlarda 2 oktava, 2,5 oktava ovozlarni talab qiladi-ku qo'shiqlar. Masalan, estrada qo'shiqlari boshdan oxirigacha uni qo'shiq diapazoni kvinta bo'lishi mumkin, seksta bo'lishi mumkin, septima bo'lishi mumkin. Bir oktavani ichida ham qo'shiqni ijro etsangiz bo'ladi. Lekin maqomda unaqa narsa yo'q. Daromad, avj keladi. Juda ilg'orsiz qo'shiqlaringizni namoyish etishda ancha yildan beri. Shu aytgan qo'shiqlaringizni ichida o'zingizga yoqqan qo'shiq yoki o'zingizga yoqqan ham qo'shiq, ham klip surati. Menga mana bu qo'shig'im yoqadi. Lekin xalq bu qo'shiqni so'raydi. Qaysi qo'shiqni aytasiz? Sevgisini ayta olmagan qiz. Oldimizda dutor cholg'usi turibdi. Dutor chalasizmi? Menimcha bu ko'rsatuvning sharti bo'yicha dutor cholg'usini olib keldingiz. Bu dutor qanaqa dutor bu? Maqom dutor deyiladi. Endi bizning tilimizda. Milliy dutor. Milliy dutor. Milliy dutor. Dutorlarning qanaqa turlari bor? Masalan, texnik dutorlarni. Sekunda dutori, prima bor. Albatta. Prima, alt. bu o'z-o'zidan eng kichkinasi bo'lsa kerak. Sekunda undan kattasi bo'lsa kerak. Bu milliy dutorimiz altga to'g'ri kelarmikan? Xullas, bu o'zbek milliy dutori. Standart hamma cholg'uvchilar chaladigan. Bu sozi qanaqa sozlanadi buni? Sozi laminga sozlanadi. Dutorda eng murakkab asar qaysi kuy chalgansiz? Samoydigoh. Eng ommalashgan kuy qaysi dutorda? Chertmak bo'lsa kerak. Chertmakni chalib berasizmi? Marhamat, eshitamiz. Professional darajada hozir ijro etmasligi mumkin. Buni eshitgandan keyin baho beramiz. Xo'p. Marhamat. Siz professional dutorchi ekansiz. Sizni ko'p qo'shiqlaringizga torli cholg'ularni chalganman. Endi biz ham qo'shiq yozsak, dutor kerak bo'lsa, kelib o'zingiz chalib berasiz. Bitta go'zal qo'shiqlardan eshitsak. Marhamat.
ketasiz, bir so'z demaysiz. Kelasiz-u ketasiz, bir so'z demaysiz. Bu hammasi yurakka o'rgilay armon emasmi? Bu hammasi yurakka o'rgilay armon emasmi? Yashang go'zal ijro bo'ldi. Hozir siz bilan birgalikda bir iste'dod egasini taklif qilamiz. Butun dunyoga O'zbekistonning nomini taratib yurgan, butun dunyo fortepiano cholg'uvchilar ham havas ko'zi bilan, ham hasad ko'zi bilan qaraydi. Mana shunday iste'dodlar bizni vatanimizda. Bir necha xalqaro ko'rik tanlovlar laureati Fotimaxon Ahmadovani taklif qilamiz. Marhamat. Mana bu qizaloqni biz jajji bolaligidan bilamiz. Hozirgi kunda O'zbekiston faxri. Fortepiano ijrosida hozir o'zingiz shohidi bo'lasiz. Kichkina bolaligida 1-sinfligida endi fortepianoga borganda shug'ullanib yurganida ilohiy bir iste'dod bo'ladi. Bu absolut sluh. Absolut degani xohlang bir notani chaling, qaysi notaligini aytib beradi. Xohlang bir mashina signalni bersin, u qaysi nota. Bir piyalani urasizmi, bir eshikni yopasizmi, aytib berardi 1-sinfligida. Endi hozir u eshitish qobiliyat yo'qolmagan bo'lsa kerak. Bitta sinab ko'ramiz, ha? Bitta qaysidir notani chalib turinglarchi. Re. Re notasi, to'g'rimi? Re notasi. Yana. Sol. Si bemol. Mi bemol. Si. Olqishlab qo'yamiz. Qoyil qolsa arziydi. Bu nafaqat bittalik notalar. Ikkitalik chalasizmi nomini aytib beradi. Uchtalik chalasizmi nomini aytib beradi. Bugun nima asar chalamiz? Lista Venga rapsodiyasi. Nechinchi rapsodiyasi? Ikkinchisi. Ikkinchi rapsodiyasini. Marhamat, eshitamiz.